Bu tirik buqalarimiz marhamat so'yilgan holatini ham ko'ringlar. Buqalarimiz, otlarimiz, qo'chqorlarimiz tayyor. Bizni bilasizlar, tirigini ko'ramiz, sog'ligi haqida ishonch hosil qilamiz hamda so'yamiz. Bundan tayyor bo'lgan go'sht mahsulotlarini ham sizlarga ko'rsatamiz. Mahalliy go'shtlarni xush ko'ruvchilar, qo'l bola usulda tayyorlangan tabiiy go'shtlarni yaxshi ko'ruvchilar, Yormazor go'sht markaziga marhamat. Qazilarimizni o'zimiz so'yib, o'zimiz tayyorlaymiz. Qo'ydi postirmalari, buqani go'shtlari, tovuqni go'shtlari, xullas libboy go'shtdan bor. Qo'chqorning kallalari kuygan o'ta chiroyli. Otni ichliklari pishgan holatda, qo'ydi postirmalarini qo'l bola qilib buqa go'shtlariga o'rab qo'yganmiz. Tillar, muzlamagan yangi tillar, otni ichliklari, hamda tushonkalar, ko'ryapsizlar, xo'rlar chiqyapti. Bu ko'rib turganlaringiz esa qaziga go'shtlar tayyorlari, otni ichliklari, hammasi aynan Yormazor go'sht markazida, mahalliy hollarda boqilgan. Hammalaringizni kutib qolamiz, ko'ringlar.